Toshkent shahridan 140 ming dollarga shu 2,1 sotixli uyimizni olarmidinglar? Yetmaganiga ipoteka qilsanglar ham bo'ladi. O'zini katta hovlilari ham bor. Uyimizga kirishimiz bilan shunaqa kengina hol, birinchi xonasi bo'lsa kattagina mehmonxona, remontlariga o'zingizlar 1 dan 10 gacha bitta baho beringlar o'rtoqlar. Bu tomonda bo'lsa ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ichida o'zini yuvinish xonalari ham qilingan, yonida bo'lsa oshxonamiz orqali orqa hovliga ham o'tsanglar bo'ladi. Yaxshi niyat qiling, sizga ham shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Birinchi qavat umumiy yuvinish xonasi hamda hojatxonalari alohida qilingan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan yana bitta katta hol bizani kutib oladi. Bu tomonda bo'lsa kattagina mehmonxonasi. Xonani kattaligini qarasanglar-chi, uyimiz sizga yoqdimi? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Ikkinchi qavatini o'zida 3 ta yotoqxona, yuvinish xonalari qilingan. Umumiy hisobda xonadonimizda 5 ta xona, 2 ta hol va o'zini podvollari ham bor. Xonadonimiz Sergeli tumani Qo'shqo'rg'on mahallasida joylashgan. Uy qidirib yurgan do'stingizga bu videoni tez jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.